yosh chempionlardan biri Ibrohim bilan eksklyuziv intervyu. Ibrohim, necha yoshdan beri sport bilan shug'ullanasan? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men o'z sport faoliyatimni 6 yoshdan boshlaganman. Hozirgi kunda 11 yoshdaman. 5 yildan beri usta sporti bilan shug'ullanaman. Nechta g'alaba bo'ldi? Juda ham ko'p. Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus, Ozarbayjon, Antaliya, Turkiya 2 marta chiqib keldim. Hammasida Xudoga shukr birinchi o'rinni egalladim. Chechnya, O'zbekiston, anida Rossiya paramoy, anida G'alabalarga, chempion bo'lishingga kim sababchi, kimga rahmat aytamiz? Avvalambor otam, dadamga kattaga rahmat va ikkinchi o'rinda o'zimni O'rnas Gulay ustozim va akajonimga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Agar shu aytaganda jang berilsa urishaversanmi sanam? Любой время. Qachon deysa men har doim tayyorman. Oldinga qo'yilgan maqsadlar qanaqa? Sport sohasida. Oldinga qo'yilgan maqsadlar xuddi akajonimga o'xshab jahon chempionatida 3-o'rinni egallab va 1-o'rinni egallab, chempion mir bo'lib, Osiyo chempioni va Osiyoda sovrindor bo'lib, juda ham akamni yo'lini olishni xohlayman. Va xudo xolasa olimpiyskiy chempion, Osiyo chempioni va akamga o'xshab chempion mir bo'lmoqchiman. O'g'lim shunaqa chempion bo'lsin deganlar bu videoga like bosib, albatta yaqin do'stingizga va farzandingizga, ayolingizga jo'natib qo'ying. Siz ham farzandingiz shunaqa chempion bo'lsin. Ko'p rahmat senga. Sog' bo'lgin.